Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hamkor, aziz birodarlar. Men Ibrohim Daniyadan O'zbekiston Xalq Mehnatkashlar Birlashgan front harakatining a'zosiman. Mana kechagi chiqarilgan videodan keyin anchagina negativlar yana yog'ilyapti, SMSlar orqali va hokazo. Endi ko'rinib turibdiki, bu yerda qandaydir mullochalari, saroy mullalariga tegib ketganmi bilmayman, yo ularga buyruq berilganmi bilmayman. Har holda avjiga chiqqanda hozir. Mana o'zi azaldan bunday e'tibor beringlar-da, sizlar bilan bizni xas holatga olib kelishdi bular. Hech bir ya'ni din tomonlama ham shu masjidlarda bizga nimani o'rgatyapti bular? Faqatgina shu rahmdillikni o'rgatadi, yig'lashni o'rgatadi, ezilishni o'rgatadi, manqamizni oqizib o'tirishni o'rgatadi-da, shukr qilib hamma narsaga. Bu saroy mullachalarini shu programmalashtirilgan bu din dushmanlari hukumatga kelgandan keyin nima qiladi musulmonlarni? Birdan qirib yubormaydi-yu. Bularni bizni dinimizni suslashtiradi. Mana kechagina videoda gapirganimdek, bu programmalashtirilgan. Dinni suslashtiradi, iymondan uzoqlashtiradi. Ya'ni oqibatimiz ya'ni insoniyligimizni yo'qotadi. Oqibatimiz or-nomus ya'ni tepalangandan keyin asta-asta keyin o'ldirishga o'tadi. Yana bemalol, ya'ni bu yerda kim qoladi? Ya'ni haqiqatda iymoni borlar, Allohdan qo'rqadiganlar, haqiqatda musulmonlar qoladi. Ularda asta-asta oson bo'ladi. Sanab o'ldirish oson bo'ladi. Qolganini ya'ni shu relsga tushdi. Bularni qo'y haydaganda haydab ketaveradi. Mana hozir masjidlarda nima o'qitiladi? Abu Bakr roziyallohu anhu desa yig'lashni o'rgatgan. Hamma ya'ni qilgan ishlariga biz ko'z yosh qilib, ezilib, yig'lab o'tiramiz. Ya'ni undan keyin Umar roziyallohu anhuni aytadi, unga ham yig'lab, ya'ni Umarga chiqib, "Ey Umar, Allohdan qo'rq" desa, ko'ziga osha olib yig'laganligini yig'latadi. Orqasidan biz ham bir masjid inson yig'lab o'tiradi ko'z yosh qilib. Ya'ni sizlar bilan bizga Abu Bakr roziyallohu anhuni, Umar roziyallohu anhuni, Osmon roziyallohu anhuni bularni qilgan yaxshi ishlarini, qilgan fathlarini, qilgan jihodlarini, qilgan yaxshi amallarini, haqqoniy qilgan, ya'ni din yo'lida qilgan ishlarini o'rgatadimi? Ya'ni yo'q, faqat bizga o'rgatgan narsasi manqamizni oqizib yig'lab o'tirishni o'rgatadi. Nimaga shu urush strategiyasini o'rgatmaydi? Nimaga siyosat strategiyasini o'rgatmaydi bular? Nimaga shu masjidlarda shu narsalar ya'ni vaz qilinmaydi, o'rgatmaydi xalqqa? Nimaga shu narsalarni gapirmaydi bizga? Faqatgina shu yig'lashni, ezilishni, manqamizni oqizib o'tkazishni o'rgatadi. Bu qanaqasi bu? Aytinglarchi? Bu qanaqasi? Islom faqatgina ko'z yosh bilanmi? Masjidga kirib olib yig'lab o'tirish bilan islom bo'ladimi? Bu ezilib ko'ringlar qaysi holatga olib kelib qo'ydi erkaklarni. Bu astag'firulloh, bu ketishda lozim hamki gizipadi bular bu ketishda. Va sal bir o'zimizga kelaylik bu. Din faqatgina bu ko'z yosh qilib o'tirish bilan bo'lmaydi. Bu Osmon roziyallohu anhu qanaqa qilib siyosatlar qilgan? Kimlar bilan kurashgan? Qanaqa ya'ni strategiyalar qilgan? Suriyaga qanaqa ya'ni siyosatlar qilgan? Nimaga bu narsalar gapirilmaydi? Nimaga shu narsalarga shular bo'yicha darslar olib o'tilmaydi masjidlarda? U masjid faqatgina ko'z yosh qilib yo namoz o'qish uchun qilinmaganda, u masjid shu yerlarda umuman musulmonlarni muammolari hal bo'lishga, u yerda musulmonlar yig'ilib o'zini ya'ni muammolarini o'rtaga olib chiqqan. U yerda hal qilingan. Imom u yerda o'tirgan, imom shu narsaga mas'ul bo'lgan, u yerdagi mahalliy imom u yerga mas'ul bo'lgan, ya'ni umumiy muammolarni hal qilishga. Bu yerda nima bo'lyapti? Sizlarga chiqasizlar bilan bizni chiqadi, shukr qilinglar. Ustinglarga tosh yoqsa ham bizni tosh, ya'ni ustinglarga tepalab yuboradigan bo'lsa ham tepalagan ham o'zimizni odam. Endi nima qilasizlar? Endi shu bu poshsho bu Allohning yerdagi astag'firulloh uni demomaydi bu shakallarni shunaqa holatga olib borib qo'yyapti-da, mana ko'ringlar. Ya'ni hozirgi holat sizlar bilan bizni farzand ko'ryapti. Yoshlar mana umid qiladi, uylanadi. Ya'ni orzu havasi bor, farzand ko'raman, ya'ni bu farzandimni tarbiyalayman, dindor qilaman, ilmli qilaman, ya'ni xalqqa xizmat qilsin, dunyoga xizmat qilsin, vataniga xizmat qilsin deydi degan umidda shu farzand ko'radi, lekin u farzand
ko'rgan u yigit unaqa umidni ko'radi, lekin buni programmasi umuman boshqa. Ya'ni Mirziyevning buni siyosatini programmasi u go'dakka nisbatan umuman boshqa. U go'dakni eshak qilib minish bularning programmasi. Mana boshidan bog'chadan boshlanadi. Ahli miya yuviladi, ya'ni hech narsa o'rgatilmaydi. Maktabga boradi, hech narsani o'rgana olmaydi. Institut, universitetga kira olsa agar u yerda hech narsa o'rganmaydi. Mana ularda biz institutlarda o'rganib chiqqanlar nimani o'rganyapti? Aytinglarchi, kim nimani o'rgana oldi u yerda? O'zbekistonda kimlar nimaga erisha olyapti u yerda o'qib chiqib? Ya'ni u yerda sanaqli, 1000tadan bittasi yo 100tadan bittasi bir narsaga erisha olyapti-da. 100tadan juda bir ozda unaqa protsent unaqa bilan bo'lish kerak emas-da. Ya'ni u odam u yerda olgan bilimi bilan bo'lmayapti. Ya'ni u odamda shunaqa, ya'ni u odamda Alloh subhanahu va taolo bergan, ya'ni o'zini aqli bilan shu narsani shunaqa qabul qilyaptiki, hamma narsani qabul qilib, u bola uyda, mahalla ko'yda, qayerda, ya'ni u odam muhit shunaqaki, u yigit shu yoki u ayol shunaqa muhitda katta bo'lyaptiki, u bilim oladigan muhitda katta bo'lyapti. Qolganlarchi, qolganlarga yetishmovchilik, ya'ni o'qishga boraman desa, pul yetmaydi, pul ishlayman desa, o'qishga vaqt qolmaydi. Bu siyosat nimaga qarab ketyapti? Odamlarni ilmsizlashtirishga qarab ketyapti. Sizlarni farzandinglarni qul qilishga qarab ketyapti. Bular hech qachon qo'ymaydi sizlarni ilm olishga, sizlarni bilim olib, sizlar bularni jinoyatlarni ko'rib qolishinglarni, bularni qilayotgan siyosatiga bir ahlinglar yetib qolishini bular hech qachon istamaydi. Bular xohlaydiki, hozirgi holat shunday turishini xohlaydi. Bundan da battar qiladi bular bu ketishda. Chunki bular din dushmanlari bilib qo'yinglar. Din dushmani faqat qachon o'nglanadi? Sizlar bilan biz bularni haqqoniy din dushmani qilib ko'ra olganimizda, o'zimizni Allohga har kuni hech bo'lmasam yarim qadam yaqinlashishni boshlaganimizda, bu o'zimizni o'nglashni boshlaganimizda, musulmon bo'lishimizni boshlaganimizda bu narsani o'nglashni boshlanadi, akalar, ukalar. Biz Allohdan qo'rqaylik, bulardan emas. Mana bular qo'rqitib oldi. Endi o'zingizlar o'ylaylarki, kecha kuni bitta eshak miya chiqib olaligi. Bir ko'rgansizlar, bir qosh katta harom iflos ati esimdan chiqib qoldi, yo'ldaligim uchun hozir kompyuter telefonda video qilyapman hozir qaragani. Bu iflosni bilasizlar, men rasmini bo'lsa qo'yib qo'yamiz, ko'rib olasizlar. Mana shu rasvo nima deydi? Hukumat bilan hazillashmagin senlar deydi. Agar hukumat bilan hazillashadigan bo'lsang, chichqonni 1000 tanga olib ketadi. Ya'ni bekinadigan joy topolmay qolasan deyapti. Ya'ni senlar biz bilan hazillashma. Sen kimsan rasvolar? Kimsan senlar? Aychi Mirziyevingga qo'shib kimsan senlar? Bitta qo'laydigan bo'lsa ketiga umumiy zurriyotingni qoldirmaymiz u senlarni. Tepalab yoramiz u senlar. Kimsan senlar? Xalq tutupurga cho'ytirib yoradi senlarni rasvolar. Kimsan? Seni o'ligingni bo'lsa ham, ya'ni O'zbekistonda o'ligingni qoldirmaymiz senlarni, bilib qo'yish. Shunaqa vaqtlar keladi, o'ligingni qoldirmaymiz. Farzandlaringni o'yga sig'dirmaymiz, bilib qo'yishkin biz. Sen nima qilsang qil, qanaqa koshona qursang qur, bil, zamon o'zgaradi, bilib qo'yish senlar. Mirziyevingga qo'shib senlarni. Zamon o'zgaradi senlarni. Ko'ramiz ashunda nima bo'lishasan senlar, qayerga borishasan senlar. Senlar faqatgina qo'rqitishni bilishasan, birovning ustidan kulishni bilishasan, zulm qilishni bilishasan senlar, boshqa narsani bilmaysan. Rasvolar, nima qilishyapsan? Aytchi, to'g'ri gap gapirsa, mana jinoyat qildi deydigan bo'lsa, po'poza qilishni bilishasan, qo'rqitishni bilishasan. Boshqa yana nimaga aqling yetadi senlar? Aytchi. Nimaga yana aqling yetadi senlar? Vatanimizga sig'masak, odam inson o'zini tug'ilgan turpog'iga jinoyat qilmasang, bir jinoyat qilmasang, bir konstitutsiyaga, jinoiy kodeksga mos yashayotgan bo'lsang, faqat sen haqiqatni gapirmoqchi bo'lsang, ularni qilayotgan ishi senga yoqmasa, u yerda bu yerda shu narsani, bu mono narsa noto'g'ri bo'lyapti, bu narsa o'zi bunaqa bo'lish kerak deb qo'yadigan bo'lsang, tamom, sen ekstremistsan, sen siyosatga qarshisan. Tamam, buni aytib yetkazib qo'yadigani ham bor. Ya'ni bunga qo'qqisdan gapirib qo'ysan, xavfli bo'lib qolyapti-da. Bir-birimizni qorovul holatga olib borib qo'ydi. Mana shunaqa bo'ldi. Shu qancha yoshlar, mana qancha yigitlar vataniga sig'may ketdi. Nimaga? Chunki u yerda shu siyosatga qarshi gapirib qo'ygan. Mirziyevning qiziga yoki uni kuyoviga yoki Mirziyevning o'ziga. Bu yaqinda bo'layotgan narsa. Karimov davrida ham shu ish bo'ldi-da. Ya'ni o avtobus 7 ta 8 ta odam mikroavtobusda ketayotsa,
u yerda o'zaro siyosat to'g'risida gap chiqayotganda, ya'ni u yerda O'zbekistonda tanqid qilinmayapti, faqatgina shu qo'shni davlatni maqtayapti. O'zbekistonda shu narsa bo'lsa yaxshi bo'lasi, nima uchun bu bo'lmayapti desa, shunda to'g'ri olib borib turib, ya'ni oldida o'tirgan shopirda oldida o'tirgan odam aytayapti-ki, uvidiga olib bor. Uvudini oldida to'xtab qo'y deyapti. Shunda to'xtayapti, uvidiga aqraniga qarayapti, rovot tosh deyapti. Shunda olib kirib ketyapti. Bolalarga tasrat surokni berib yuboryapti, qaranglar. Mana shumi? Adolat shumi? Bu vatanimizda, ya'ni biz tanqid qilgani qo'rqadigan bo'lsak, bu xoinlardi. Endi bular qo'rqmayapti. Sizlar bilan bizga ochiq oydin hujum qilyapti. Ochiq oydin toptalayapti. Dinimizga qarshi ochiq oydin dinimizni tepalayapti. Ya'ni bu to'g'risida albatta alohida bir video chiqaraman. Ya'ni bularni kimga xizmat qilayotganini, diniy tomonlama aqidasini bularning maqsadini albatta bu to'g'risida video qilinadi. Bu narsa katta programma bor bu narsa to'g'risida. Chunki bularni hukumatga olib kelganlar u yerda nafaqat sizlar bilan bizni, ya'ni bizni milliy dushmanimiz, ular bizni diniy dushmanlarimiz. Shunaqa ular bizni tek qo'ymaydi. Ular bizni hayotda tek qo'yib qo'ymaydi, bilib qo'yinglar. U endi sizlar o'lsak qutulamiz, endi yashadik, oshimizni ashadik, endi o'lamiz, ketamiz deyapsizlar, lekin bolalaringlar qaysi kunga tushadi sizlarni. Aytinglar, bolalaringlar shu ko'p tug'ib ko'paytirib qo'ygan bolalaringlarning boshiga qaysi kunlar tushadi, aytinglarchi? Nima uchun bo'lmasa bola ko'paytiryapsizlar sizlar? Shu hozir yemay ichmay to'plagan uylar kimga qoladi, aytinglar? Kimga tekinga qoladi? Mana shunday qilib oladi u narsani sizlardan. Shu narsaga tek qo'yib qo'yasizlarmi? Endi bilinglar, sizlar o'lib qutula olmaysizlar. Sizlar mana shu narsaga mana bugun hozir ko'z yumyapsizlarmi? Barcha jinoyatlarga ko'z yumyapsizlarmi? Imkon bormi bunga, bu narsaga qarshi chiqqan imkon bor. Sizlar qarshilik qilmayapsizlar, birlashmayapsizlar. Bu narsaga rozi bo'lib, bu narsaga ayni toqat qilib, sabr qilib o'tib ketyapman, sabrliman degan bo'lsanglar, aldayapsizlar, sizlar qo'rqoqlik qilyapsizlar. Ya'ni qo'rqoqlikka albatta bu narsaga javob beriladi. Sizlar Allohdan qo'rqishni o'rniga Mirziyoyev siyosatidan qo'rqyapsizlar. Ya'ni Allohning siyosati kuchlimi? Allohning talabi kuchlimi? Ertaga Alloh o'zi kuchlimi yo bularmi? Astagfirulloh. Ko'ringlarchi, nima bo'lasizlar ertaga bulardan? Ertaga ketasizlar, Allohning oldiga borasizlar. Nima qaysi kunga tushasizlar sizlar? Aytinglar, nima uchun qo'rqding? Ya'ni sen o'lmayman devdingmi? Yo o'lganingdan keyin kim oldi javob berishdi deb o'ylagan eding deydi. Nima bo'lasizlar, aytinglarchi? 5 kunlik dunyo, o'lamiz, ketamiz hammamiz. Kimdan qo'rqyapsizlar? Nima uchun sizlar bilan biz bu narsani qo'rqishimiz? Endi o'zingizlar o'ylanglar. Mana sizlarga farzandinglarga ochiq oydin dushman. Ochiq oydin, ya'ni sizlarga bilyapsizlar, mana bolanglar ertaga voyaga yetadi, institutga kirgizaman degan bolanglarga ochiq oydin bu hujum qilinyapti. Hozir bu bolaga ruxsat berilmaydi, o'qigani imkonsiz bo'lib qoladi. Bolangiz o'qitishingiz ham, u yerda o'qish bo'yicha o'qigandan keyin diplom olib ishlash ham imkonsiz bo'lib qoladi. Yo pora bilan o'zlari ushlatadi. Ya'ni nima bo'ladigan holatida ham kelajak yo'q u yerda, bilib qo'yinglar. Agar ularni qo'lida ishlayotgan bo'lsa ham mana qamaladi. Mana bugun ushlayotgan hokimlar, zam hokimlar, u yerda prokurorlar, sudyalar, zam sudyalar, unisi bunisi ushalyapti. Mana sizlar bilan bizga videoda ko'rsatyapti. Buni YouTube'da bir posta tarqatadi bu narsani. Facebook'larda tasratvoryapti videolari. Nimaga aytinglarchi? Nimaga bu narsa? Bemalol tarqayapti. Nima uchun bugun Mirziyoyevning kuyovi Otabek qamalmadi? Shuncha katta lavozimli generallari bormi, u pagon taqqani bormi, ityalari bormi, ya'ni itini dumi bormi, boshqasi hammasi qamaldi, to'g'rimi? Nimaga bu kichik kuyovi qamalmayapti? Aytinglar, nimaga qamalmayapti? Bu shularning rahbari bo'lsa, bu shu haligi bir ofisni kattasi bo'ladigan bo'lsa, nimaga bu qamalmadi? Nimaga Mirziyoyev xotini qamalmadi? Nimaga ular tergovga tortilmadi? Nimaga ularga jinoyat ishi qo'zilmadi? Allamjonovga qilgan hujumga nimaga bular javobgarlik qilinmadi bular? Aytinglar, nima uchun? Jinoyat nima? Ayrimlarning jinoyati qolgan, u Mirziyoyev bo'ladigan bo'lsa, uni oilasiga qarasa, u odam o'ldiradigan bo'lsa ham, nima bo'ladigan bo'lsa, ko'z yumilaveradimi? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Endi ko'ringlar. Mana bu qamalayotgan sudyalar, hokimlarning ma'mullari pora bilan ushalyapti. Buni sizlar haqqoniy bo'lgan holatda u yerda ko'rdinglarmi? Haqiqatan u yerda bor pora bilan ushalayotganlari, lekin ko'pchilik holatda shuni bilinglarki, ular podstavnoy hammasi.
Nimaga podstavnoy? Chunki akalar, ukalar u yerda shunaqa o'yinlar bo'lyaptiki, xalqni pulini ular, xalqni pulini o'zlashtiryapti. Birinchidan, kim o'zlashtiryapti? Mirziyoyev o'zi o'zlashtiryapti. Ikkinchidan, qanaqa holatda Mirziyoyev o'zi xalqdan u yerdan, ya'ni odamlarni ishlayman deganlardan pulni olib hukumatga olib kelib o'zi qo'yyapti rahbar qilib. Ertasi kuni ya'ni u joyga kimdir paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, yo kimdir shu narsani savdolashadigan bo'lsa nima qilyapti? U tezda olib turib haligiga podstava qilib uni ya'ni qamatyapti. O'rniga yana kimdandir 100 ming, 200 ming dollar olib kelib uni u yerga qo'yyapti. Ko'ryapsizlarmi qanaqa qilib bu pullarni o'zlashtiryapti Mirziyoyev? U yerga kim qo'ya oladi u yerga rahbar qilib? Sotni, zam hokimlarni kim qo'yadi? Hokim qo'yadimi? Yo'q, hokim qo'ymaydi u yerga. Mirziyoyevni shu prezident apparati barcha narsalarga ministerstvo va prezident apparati bu narsaga nazorat olgan bu narsalarni. O'zidan o'zi hokim o'z boshimchalik qila olmaydi u yerda. Barcha narsa Mirziyoyev tomonidan nazoratga olingan. Mirziyoyevning oilasi nazorat qiladi u narsani. U odamini ham tayyorlagan kimdir bugun ushaldimi bilinglarki, uni o'rniga 10 kun oldin, 1 oy oldin odam topilgan. Mana bugun uni o'zlari podstava qilib yo'lini topishgan, buni ichiga kimdir kirgizishga tap ushalyapti, buni qamatyapti. Ya'ni o'rniga kimdir yana kelib o'rniga davom etyapti. U o'ylayaptiki, ya'ni shunday ketaveradi. Yo'q, bunday bo'lmaydi akalar, ukalar. Bunday bo'lmas kerak. Bunday bo'lmas kerak. Sizlar bilan biz ahmoq qilib o'ynamas kerak bular. Chunki sizlar bilan bizni yerimiz, sizlar bilan bizni haqlarimiz poymol bo'lyapti. Sizlar bilan bizni kelajagimiz bilan o'ynashyapti bular. Farzandlarimizni kelajagini paymol qilyapti bular. Ochiq oydin, ya'ni xoinlik qilyapti. Ochiq oydin hujum qilyapti farzandlarimiz kelajagiga. Bu bugungi olib borayotgan siyosatni aniq sizlarning farzandinglarning kelajagini yo'q bo'lishiga olib ketyapti. Mana o'zinglar har bir qadamini ko'ringlar, har bir bo'layotgan ishni ko'ringlar. Bu yerda yasha oladimi yoshlar? Kelajagi bo'ladimi bularda? Maktablarga, nimaga bog'chalarga, maktablarga qo'yilayotgan rahbarlarni holatini ko'ringlar. Naqali ko'chada qolgan xotinlarni qo'yadi bular rahbarlar, maktablar rahbarlari ko'pchiligini-da, endi hammasini demayman. Ko'p holatda maktablarda rahbarlari, ya'ni eri yo'q ayollar, qaysi yana bu ya'ni ashlarni, ya'ni ularni da qo'lidan o'tganlar. Nima uchun? Chunki maktabdagi yoshlar, yosh qizlarni bular shu hokimlarga, prokurorlarga yetkazib berib turish uchun. Chunki bularda beradi. Qo'lida shularni qo'lida bo'ladi. U qizni zurriyoti, ota-bobosi kim, hamma narsani programma shu yerda bo'ladi. U qiz bilan gaplasha oladi. Alohida qo'ldan tortib olib kirib, o'zini kabinetiga olib kirib, miyasini yuvib oladi, ramkaga tushira oladi. Kim qilib beradi u narsani o'zini odami bo'lmasa? Mana shuning uchun bunaqa odamlarni maktabga rahbar qilib olib kelib qo'yyapti. U bolalarni agar ular shunaqa qizlar, shunaqa bolalar, yosh yigitlar bilimli bo'lsa, ilmli bo'ladigan bo'lsa, ularni qopqoniga tushadimi? Tushmaydi. Shuning uchun bular farqi yo'q. Ya'ni umumiy programmalar miyasi yuvilishga programma olib ketyapti. Nima uchun? Chunki bular o'zini nafsini o'ylayapti. Nafsini o'ylayapti. Chirib ketgan o dinozavr davridan qolgan 70, 80, 90 ga kirgan men ashlaqa deb qo'yaman. 60, 70, 80 ga kirgani ham 17, 18 yoshar qiz bolani istayapti. 17 ga, 16 ga, 15 ga kirgan yosh yigitlarni o'zlariga tortishyapti. Bu harommish, bu soqolbozlik degan jinoyati bor, boshqa bor. Ya bular ko'ryapsizlarmi? Allohdan qo'rqmaydi, bu haromlar. Bular shunaqa jirkanch ishlarga tayyorki, bu o'g'il bolasiga, qiz bolasiga qaramaydi o'zini nafsi kelganda. Nimaga sizlar bilan biz bularning jinoyatlarini to'xtata olmaymiz? Nimaga biz sizlar bilan biz bularga, ya'ni bularga qarshilik qila olmaymiz? Sizlar bilan biz indamay o'tirishimiz bularga sheriklik bo'lib qolmaydimi akalar, ukalar? Sheriklik bo'lib qolmaydimi? Sizlar saroy mullalariga ishonib qolyapsiz. Ular hayotda sizlar tarafga o'tmaydi, bilib qo'yinglar. Hayotda, ya'ni yaratib qo'ygan Allohga qarshi chiqyapti-yu, bu xalq tarafga o'tadimi bular? Yaratib qo'ygan Allohning qonun qoidasini bilgan holatda, Qur'onni bilgan holatda, Oliy Qur'onni qonunlarini bilgan holatda, ya'ni qarshi chiqyapti bular. Ya'ni shu holatda sizlar qanday bularga ishona olasizlar? Qanday suyana olasizlar? Bularning qo'lida bular ishlamash kerak edi. Imomlikdan ketish kerak edi bular. Lekin bular imomlik qilyapti, chunki bularda u yerda daromati bor. Ularga berilgan, ya'ni vazifa bor. Va shu vazifani orqasidan bular tirikchiligi bo'lyapti. Ularga berilgan vazifa sizlar bilan bizni
yani dinimizni sust holatda, iymonimizni sust holatda ushlash. Yani orada yani iymonligimiz paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, ularga yetkazib turish. Postoyanno yig'lab manqamizni oqizib o'tkazadigan qilib qo'yish bo'ladi. Ya'ni bularga berilgan vazifa. O'tiraveramiz shunaqa qilib, to'g'rimi? İmkon bormi qaytib kurashishga? İmkon bor. Ko'ringlar, bular hukumatga kelgandan beri qancha oddiy odamlar o'lib ketdi. Lekin bu hukumatda o'tirganda qaysi biri o'ldi. Qaysi biri ya'ni bular jazolandi. Xalqqa qarshi xizmat qilayotganlardi. Nimaga sizlar bilan biz bularni jazolamaymiz? Nimaga top qilib bularni, ya'ni burnini yerga ishqolmaymiz? Yer bizniki bo'lsa, ko'pchilik biz bo'ladigan bo'lsak. Chunki bular qo'lidan kelyapti. Nima qo'lidan kelyapti? Sizlar bilan bizni tarqatish qo'lidan kelyapti. O'rtamizga har xil, ming xil masxaravozlarni chiqarib qo'ygan. Ming xil ya'ni o'yinchilarni chiqarib qo'ygan. Ya'ni soxta muxolifatlarni, soxta ya'ni blogerlarni chiqarib qo'yganki, tarqab ketyapmiz. Maqsad bittami? Maqsad bamisoli bitta. Lekin ular sizlar bilan bizni ko'zimizga, yo'q, ona to'g'ri gapiryapti, to'g'ri gapiryapti, birlasha olmayapti, ona ekstremist, ona terrorist, anaqa. Shunaqa, ya'ni sizlar bilan biz birlasha olmaymiz. Lekin shu vaqt o'zida Mirziyoyev mazasini qilib turib, sizlarni boyligilarni o'marib yotibdi. Men ham tfu deb turib ishimni qilsam bo'laveradi. Lekin kelajagimiz, vatanimiz, ya'ni shu yerda O'zbekiston tuprog'ida kindik qonimiz oqqan ekan. Alloh ya'ni bo'ynimizga, zimmamizga ilib qo'ygan ekan shu narsani, erkak qilib ashada yaratib bizni. Shu bo'ynimizda bor ekan, shu harakatimizni qilyapmiz biz, akalar, ukalar. Alloh uchun, vatanimiz uchun, farzandlarimizning kelajagi uchun harakat qilinyapti shu yerda. Nimaga sizlar birlashib shuni baravar harakat qila olmaymiz? Nimaga vatanimizni ozod qila olmaymiz bu marazlardan? Aytinglarchi, bular ochiq-oydin dushman bo'lsa sizlarga. Qayerda bu? Ko'ringlar bo'ladi, millionlab pullarni sarflab, uylar olib, mashinalar olishyapti tagiga. Qani kim ola oladi edi? Qaysi bir tadbirkor ola oladi o mashinani? Faqatgina agar Mirziyoyevni programmasidagi odam bo'lmasa, uni hech qanaqa tadbirkor ola olmaydi. Bugun sizlar bilan bizga bu tadbirkorlar reklama qilib ko'rsatyapti. Faktichki kim u tadbirkorlar? Mirziyoyev cho'ntagidagi pulini oqlayotganlar. Alisher Usmonovni, Putinning pulini oqlaydi-yu. Alisher Usmonovning milliard pullari bor. Milliard. U pul haqiqatan kimning puli? Chunki Putinni qo'yarga joy qolmagan. Oligarxlarni paydo yaratib qo'ygan soxta, ya'ni sunniy ravishdagi oligarxlarning hisoblariga pullarni tiqqan u bamisol ular millionerlar, oligarxlar, faktichki kim uni pullarni egasi? Putin ular pullarni egasi. O'zbekistonda ham shunaqa soxta boyvachchalarni paydo qilib qo'ydi. Soxta boyvachchalar, unaqa boyvachcha, bu monaqa boyvachcha deymiz. Po faktu kim u? Mirziyoyevni o'g'irlagan pullarini, ya'ni shuni nomiga o'tkazib qo'yib, shuni nomidan tozalab o'tiribdi. Sizlar bilan biz o'tiraveramiz. U boyvachcha, uni oshiq olchi keldi, yana ketmoni uchyapti. Unaqa bo'lmaydi, akalar, ukalar, bilib qo'yinglar. Nimaga hammaniki bir teng uchmayapti bo'lmasa? Shunaqa. Sizlar ko'ra olmaysizlar, sizlar bila olmaysizlar, chunki sizlar bilan bizga qarshi bo'layotgan jinoyat bu edi. Vatanimizga, kelajagimizga qarshi bo'layotgan jinoyat bo'ladi. Bas qilaylik bularni, ya'ni bularning o'yiniga kirishga, bas qilaylik tarqoq bo'lishga. Allohga qaytaylik, akalar, ukalar. Oqni oq, qorani qora deylik, 100 marta, million marta gapirilyapti bu gaplar sizlarga. Bular haqqoniy tog'ut bo'ladi, haqqoniy kofir bo'ladi bular ko'pi. Bular o'zi asli tog'ut, lekin ko'pi kofir bo'lardi. Shuning uchun bilaylik, akalar, ukalar. Kim orqasidan ergashyapmiz? O'zimizni dushmanimizni qo'llayapmiz. Bu ya'ni indamaganligimiz bularni. Kunimiz o'tyaptimi bilinglarki, har bir kuninglar jinoyat bilan o'tyapti. Har bir nafas olishinglar jinoyat bilan bo'lyapti. Chunki toqat qilyapsizlar bu narsaga. Toqat qilyapman deyapsizlar. Sabr qilyapman deyapsizlar. Sabrli emas bu, qo'rqoqlikka kiradi, akalar, ukalar. Qo'rqoqlik Allohning oldida jinoyat hisoblanadi, bilib qo'yinglar. Bas qilaylik, akalar, ukalar. Ko'zimizni ochaylik, aqlimizni yig'aylik. O'z aslimizga qaytaylik. Dinimizga qaytaylik. Vatanimizni ozod qilaylik, bas qilaylik, akalar, ukalar. Bo'ldi. Bularni ya'ni hamma narsasini oldiga olib kelib qo'yayotgan sizlar bilan biz bo'lyapmiz indamasdan. Indamasdan olib kelib qo'yyapmiz. Istaganini qilyapti. Kim bular? Mana bu zar qilib o'tiribsizlar, pulga zar qilyapsizlar, ishga zar qilyapsizlar.
Yani ettigalikka kelajakka umidinglar уже umidini uzib qo'yganlar qancha bo'lyapti. O'zini o'zi osib qo'yayotgan yoshlar, tadbirkorlar qancha bo'lyapti. Bu narsaga ko'z yumib o'tiraveramizmi? Bilib qo'yinglar, har bitta shu narsa, ya'ni bularning zulmiga ya'ni qurbon bo'lgan sizlar bilan bizning bo'ynimizda bo'ladi ertaga. Albatta bu narsaga so'ralasizlar. Bas qilaylik tarqashdi. Bas qilaylik bu qo'rqoqlik qilishdi akalar-ukalar. Shuning uchun videoni tarqatinglar. Videoni tarqatinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.